Omaq savaqdaşlar, bugünkü hikayemiz hemmini to'liq o'rganib oldim dema. Burunning burnusida bir güzel o'rmonliqda nurg'un hayvonlar yashaydi ekan. Ularning ichida mushuk bilan yo'lvoz inoq do'stlardan ekan. Bir kuni ular o'g'i chiqibdi. U chaqlarda yo'lvoz hech qanday karomatlarni bilmaydi ekan. Mushuk bo'lsa bekmi chivar ekan. Shundoq bo'lganlikdan u o'g'lashda yo'lvoz hargiz mushukka teng kelolmabdi. Yo'lvoz bir 10 o'g'ligacha mushuk 10 o'g'ni o'g'laydi ekan. Shunga yo'lvoz mushukdan o'ziga mahorat o'rgatib qo'yishni, o'zini shogird qilib olishni o'tinibdi. Mushuk uning talabini do'stonalik bilan qabul qilibdi hamda har xil mahoratlarni o'g'lashni, dushmanlarga taqobil turishni o'rgatibdi. Yo'lvoz ko'ngil qo'yib ixlosmandlik bilan o'rgangachga tezla kamolatga yetib mushukdan qilishmaydigan bo'lib qolibdi. Kunlar o'tib bir kun yo'lvoz o'zicha bu kichikkina bir narsa men qandoqmi ustozlikqa muvofiq keladi, amdi men uning hamma mahoratini o'rganib oldim. Uni yo'qotmasam hisob emas deb o'ylab niyatini buzibdi. Bir kuni u mushuk bilan uchrashib qopdi. Yo'lvoz atay mushuk bilan jidallashib, tap tartmasdan mushuk etilibdi. Yo'lvozning yomon niyatini burundan tuyib yurgan mushuk chaqaloq bilan yugurib berib bir daraxtga chiqib olibdi. Yo'lvozning yomon niyati ishga oshmabdi. Mushukning hamma mahoratlarini o'rganib oldim deb cho'churini xamsanab yurgan yo'lvoz mushukning o'ziga daraxtga chiqish mahoratini o'rgatmaganligini kechikib bilibdi. Mushukmi yomon kunlarning kelib qolishini bilib, uningga daraxtga chiqish mahoratini o'rgatmagan ekan. Yo'lvoz mushukning o'rgatgan karomatlari orqali hayvonlarga podshoh bo'lib yashab kelibdi. Ammo u o'zining qara niyatligi tufaylidan ta hozirgacha daraxtga chiqishni bilmaydi ekan. Hikmat: bilim mahoratning turi cheksiz. Hech kim uni to'liq egallab bo'lgan emas. Chunki qancha o'rgangan sari bilmaydiganingning shuncha ko'pligini tushunasan. Shunga sen mayli qaysi ilmni o'rgan, aldirabla voyaga yetkazdim deb qarama. Agar shunday qilgan bo'lsang, hikoyatdagi yo'lvoz kabi oqibatga